pishirib berganim rakushka bo'ldi. Gusinya lapki. Juda ham yoqdi. O'zi oilamizdagilar shirinlikni yaxshi ko'rishadi va pishirganimdan keyin har kuni pishirgan endi shu narsani deydigan narsa bo'ldi. Keyin o'sha qayerdan o'rganding degan savol bo'lmadimi? Uni aytib berdim nima? Qizlar akademiyasida shunaqa platforma bor, shunaqa narsalarni o'rgandim. Endi menga ham bunaqa narsalar kerak, shu narsalarni olib kelib bersanglar, men bu narsa pishirib beraman degan narsani aytganimdan keyin bo'ldi, har kuni endi pishirib berasan degan takliflar bo'ldi. 18 yoshdaman va bugungi kunda O'zbekiston bolalar tashkilotida Toshkent viloyat bosh sardoriman. Qizlar akademiyasiga kirib kelishim Marjona Jo'raqulova kelajak ilmli qizlar kurslarida o'qiganman va shu orqali Qizlar akademiyasining rahbari bo'lganlaridan keyin shu kurs borligini va ilova borligini, unda bepul kurslar borligini ko'rganman va foydalanishni boshlaganman. Hozir yo'lda 15-kurs tugatib, 16-kursni boshladim. Safiya qandolatchilik uyi kursini tugatdim va o'sha yerdagi pishiriqlarni tayyorlab ko'rishni ham boshladim. Oldindan qiziqishim bor shu sohaga, ya'ni qandolatchilik sohasiga va bu hobbi tarzida, qaysidir ma'noda uydagilar, oila a'zolarim uchun. Va bundan tashqari Marjona Jo'raqulovaning xalqaro grantlar kurslarini tamomlaganman va o'zimiz sardor bo'lganimizdan keyin turli xildagi loyihalarni amalga oshiramiz va bunda juda ham katta foyda bergan. O'zim aytib yurgandim, shunaqa qandolatchilik kursiga borishim kerak degandim. Keyin mana o'rganibsan deyishdi. Keyin bu narsani hammasi Qizlar akademiyasida bor dedim. Keyin ular ham xursand bo'lishdi shu kursda eshitib. Darslarning zo'r tarafi unda surda tarjimonlar bor va bugungi kunda nogironligi bo'lgan shaxslar yoki imkoniyati cheklangan ayol qizlar ham bilim olishi, bepul uydan chiqmagan holatda kasblarni o'rganishi mumkin va bu jamiyatimizda o'sha imkoniyati cheklangan insonlarga ham qaratilayotgan e'tibor yaqqol namunasi va o'sha kurslar davomida surda tarjimonlik kursi ham bor. Bu bo'yicha juda ham katta yordam berdi. Negaki u yerda bizda imkoniyati cheklangan tengdoshlarimiz nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro miqyosda ham kelishdi. Ular bilan ba'zi so'zlar orqali gaplashish imkoniyati ham bo'ldi. Bilasizmi, Umid opa, bitta zo'r maslahat bermoqchiman. Mayli. Qizlar akademiyasi ilovasi haqida xabari yo'q, tengdosh opa-singillarimiz yoki barcha ayol qizlar undan foydalanishlari kerak. Nega deganda, Qizlar akademiyasi bepul va siz uyingizdan chiqmagan holatda, hozir ayniqsa yozning issiq kunlarida salqin uyingizda o'tirib bepul kasb va hunarni o'rganishingiz va bu orqali daromadga chiqishingiz mumkin. Bu sizga juda ham katta imkoniyatlar yaratadi, chunki bir ayolga 40 hunar oz deyishganida, nafaqat ayollarga, balki butun jamiyatda o'zingizning o'rningizni topishingiz va to'g'ri yo'lga tushishingiz, kasb hunarni egallashingiz uchun ham Qizlar akademiyasini yuklab oling va albatta foydalaning. Hoziroq ilovani yuklab olib, o'zingiz uchun yaxshi bilimlarga ega bo'ling.